boramiz va uni uyida barcha qimmatbaho narsani olib chiqib ketamiz. Dahshatli o'g'rilik shu bo'yiga reaksiyasini ko'ramiz. Faqat ko'ramiz, Komol Qo'g'irov uyidan narsa olib chiqib ketar ekanmiz. Va bu yangi rubrika bo'lgani uchun hozir obuna bo'ling va bo'lmasa Bola Komolga kelyapti. Uyga kimdir kirmadi oyi? endi esa asosiy o'g'irlikka o'tishdan oldin sizlarga biz bu o'g'irlikka qanaqa tayyorgarlik ko'rganimizni ko'rsatmoqchimiz. O'g'irlikdan 3 kun oldin do'stlar, men hozirgina Jeko Vance bilan, ya'ni Komol akaning eng yaqin do'stlaridan biri, Jeko aka bilan kelishuvga erishdim. Ya'ni Jeko aka bizga Komol akaning uyiga sirma o'g'irlikka kirishga yordam beradi. Bilasizlarmi do'stlar, men nimaga Komol Qo'g'irov uyiga o'g'irlikka tushishga shoshmayman? Chunki Komol Qo'g'irov yaqin kun ichida Yevropaga yana bir marta sayohat uchun ketyaptilar. Biz esa bu o'g'irlikni Komol aka Toshkentda bo'lgan paytda, ya'ni o'zini uyida bo'lgan paytda qilib, uni reaksiyasini suratga olmoqchimiz. Va albatta Komol aka Yevropaga bo'lgan sayohati uchun chiptalarni aviasales.uzdan xarid qiladi. Chunki eng arzon aviabiletlar bu albatta aviasales.uzda, chunki u kassadan tezroq. Va hattoki masalan Parijga bo'lgandan keyin bemalol shuni Eiffelning bashtalari oldidan mehmonxona ham biron qilsa bo'ladi. Va hammasi boya aytib o'tganimda aviasales.uzda. Va shu kuni tunda men Bobrilo bilan ko'rishib, o'g'irlik rejasini gaplashib oldim. Do'stlar, biz shu o'g'irlikka tayyormiz va bizda Komol Qo'g'irov uyini xaritasi bor. Qarang, Bobrilo. Birinchi bo'lib mana shu eshikdan kiramiz va bittada Komol akaning xonasiga borib, YouTube kanalini o'g'irlab ketamiz. Yaxshi. Chunki Komol aka 100 ming like'dagi meni videomga chiqmadilar. Komol aka kelasiz 100%. Yo'q, 67 mingta like kelmayman. 100 mingta like bo'lsa kelaman. Va shuning uchun mana shu ekstremal o'g'irlik orqali qanaqasiga Komol akaning uyini o'g'irlab chiqishni ko'rsatamiz. Lekin shu paytda aytib qo'yish kerak, hech qachon o'z yerini takrorlamaydi. Chunki bu hammasi video uchun bordi va ekspertlik qildi, ya'ni o'g'irlikchilik. Lekin mana shu kuxniga borganda biz nafaqat o'g'irlik, balkim asosan olishimiz kerak. Ya'ni narsalarni sindirib tashlashimiz va xohlaganimiz qilishimiz mumkin. Hoppa. Ya'ni erkinlik, shosu. So good. Va albatta o'rtoqlar, shunaqa ekstremal video uchun like bosib qo'yinglar. Bu orqamda qimirlab turib opam. Va endi xaritani olib, bilasizmi qayerga ketaman? Komol akaning uyiga chaqirib. Hoppa. Tayyorgarlikning maksimal darajasi bo'lar ekan, ha? Va endi men hozir Komol Qo'g'irov uyiga mehmon bo'lib boraman va yashirincha achka yordamida syomka qilib, hamma qimmatbaho narsalar qatoriga ko'rib, yashin kamera ham o'rnatib ketamiz. Va shu orqali biz Komol akani kuzatib, qulay vaqtdan foydalanib, o'g'irlikka tushamiz. Let's go! Va shunaqa qilib, men o'z rejam bo'yicha Komol akani uyini oldiga keldim. Do'stlar, men hozir Komol akani uyini oldidaman va men botda Jeko Vance, ya'ni Jeko aka bilan ko'rishaman. Va menimcha Komol akani tanigan ham biladiki, Jeko Vance Komol akaning eng yaqin do'stlaridan biri. Va shuning uchun ham bizga bo'lgan yordam so'radik. Iltimos, brat, biz mana shu uyni qilishimiz kerak. Komol Qo'g'irov uyiga ekstremal o'g'irlik. Ya bo'ldi, men qo'limdan kelgancha yordam beraman. Prosta Komol xat bo'lmasa bo'ldi. Mendan keyin. Komol aka medadagi odam va menga javob bermayotgan bo'lganlar uchun men tekinga qassob qolmoqchiman. Senga javob bermagan uchun jazolab qo'yamiz-ku bunda. Bo'ldi. Kibr bo'lish kerak emas, a? To'g'ri, Komol kibr bo'lmay ukam, ko'rdingmi? Men hozir yomon qilaman seni, qarab. Sizlar bilmaydigan yana bitta narsa bor, bilgan bo'lsa, bugun Jeko Vance Komol akaning uyiga kirishlari kerak. Chunki Komol aka yangi YouTube videolarini montaj qilyapti va video chiqishdan oldin qardan tanishtirib ko'rsatdilar. Va men esa Jeko aka bilan ko'rishdik. Xuddi birga yurgandek biz kun bo'yi. Sen bilan bugun ko'rishdik. Baribir seni ketdin demaydi, kir deydi. Seni kirib olamiz. Va men hozir Komol Qo'g'irga kirib, ichkarida qanaqa qimmatbaho narsa borligini ko'rib, keyin o'g'irlikka kiraman. Va bu narsani suratga olish uchun men hozir metashkina kiyib olaman. O'ylashim uchun qolmaydi. Sessiya ham o'zim uchun aka deysan. Ha, blogerman deb qo'yaman. O'zim uchun blogerman. Va shunaqa deb Qo'g'irov uyini ichini so'mga qolaman va keyin bemalol xaritasini chizib olib, o'g'irlikka kiramiz. Men senga yordam beraman. Xullas do'stlar, biz hozir Jeko aka bilan o'sha kelib oldik. Mamlakat o'sha syomkaga tortdi. O'ylashim bo'yicha fanlariga Komol aka e'tibor bermaydi. Va men hayajonlangan holda Jeko aka bilan Komol Qo'g'irov uyiga liftda ko'tarilib oldik. Assalomu Alaykum assalom. Omon bilan qanaqa bo'lmadingiz? Assalomu alaykum. Bir joyda uyimga kelsa? Mana ancha o'tiring kelmaganimga. Oho, normal ana qilib qolibsiz-ku? Qanot sarvoy bilan. Endi конечно подписчикim 2 milliondan-so'ng. Okay, let's go. Ye. Sizlarda o'g'irlik ko'rgan o'z odamlar. Va xuddi shu paytda Jeko Komol Qo'g'irov chalg'itib turgan paytda men bu vaziyatdan foydalanishga harakat qildim. Ya'ni Komol akaning uyini ko'zdan kechirib, o'z uyining kalitini o'g'irlashga harakat qildim. Ular do'stlar, qo'lni chiqardi. Amirisi ichkariga kiraman. Va o'ylashim uchun bu uyda hech kim yo'q. Oho. Do'stlar, bu uyda normal o'g'irlagan narsalar bor ekan. Do'stlar, bu yerda hech kim yo'q. Va endi Jeko aka Komolga chalg'itib turibdilar va men bu paytda mashinaga kelib oldim. Va do'stlar, cho'ntagimda o'sha qanaqadir kalt bor. Mana bu pod'ezd kalti, mana bu uy kalti. Va o'ylashim bo'yicha Komol aka buni sezmaydilar. Agar sezsalar, men kimdir o'g'irlatib